Chingizxonning to'ng'ich farzandi Jo'jaxon Turkiy Mo'g'ul imperiyasining g'arbiy hududlarini boshqargan. Keyinchalik tarixda Oltin O'rda deb atalgan ulkan davlatning poydevorini qo'ygan sarkarda edi. U nafaqat otasining ishonchli lashkarboshisi, balki Dasht Qipchoqdagi siyosiy tartibni barpo etgan davlat arbobi sifatida ham yodga olinadi. Bugun Jo'jaxonning qabri sifatida e'zozlanadigan yodgorlik Qozog'istonning Ulutau mintaqasida Jizqazg'on shahridan 45 kilometr uzoqlikda Kengir daryosi bo'yida joylashgan. Bu joy asrlar davomida turkiy xalqlar orasida Jo'jaxonning maskani deb e'tiyot qilinib kelingan. Maqbara pishiq g'ishtdan qurilgan bo'lib, uning ko'k sirli koshinlar bilan bezatilganligi haqidagi ma'lumotlar yozma manbalarda saqlangan. Movarounnahirdagi 14-asr me'morchiligiga, ya'ni Temuriylar davriga xos uslubda ishlangani uchun bu inshoot Jo'cha vafotidan keyin emas, Temuriylar davrida uning xotirasiga atab qurilgan degan taxmin ham mavjud. 1946-yilda mashhur arxeolog Alkey Marg'ulon boshchiligidagi ekspeditsiya bu yerda qazishmalar o'tkazgan. Natijada erkak va ayol suyaklari, tuya bosh suyagi, turli metall buyumlar va qurol aslahalar topilgan. Erkak skeletining qo'l suyaklari yetishmasligi mahalliy rivoyatlardagi Jo'chaning qo'li alohida dafn etilgan degan afsonani eslatadi. Tarixchilar bu masalada bir to'xtamga kelmagan bo'lsalar-da, xalq xotirasi va an'analarda bu joy Jo'jaxonning qabri sifatida asrlar davomida muqaddas deb kelingan. Bugun bu maskan Jo'jaxon tarixiy madaniy majmuasi sifatida davlat muhofazasiga olingan. Bu yerda ziyoratchilar, tarixchilar va sayyohlar qadim tarix ruhi bilan yuzma-yuz bo'ladilar. Jo'jaxon maqbarasi tarix, afsona va ilmiy tadqiqotlar chorrahasi. U bizni o'tgan asrlar ruhi bilan bog'laydi va Chingizxon avlodlarining Markaziy Osiyodagi izlarini eslatadi.